Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sabina opajonim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'liqlaringiz, ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda men sizni Tabrik.uz loyihasidan bezovta qilyapman. Rahmat. Minnatdormiz opajonim. Avvalambor mana shunday nurafshon kunlarda qarshi olayotgan tavallud ayyomingiz. Allohimning inoyati ila olam yuzini ko'rgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz munosabati bilan Tabrik.uz ijodiy guruhimiz nomidan chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Rahmat. Nurli yuzlaringiz g'amlik ko'rmasin. Kulgan ko'zlaringiz namlik ko'rmasin. Pok qalbingiz kamlik ko'rmasin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Minnatdormiz. Bugun bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham go'zal bo'lgan dilizxorlar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik, shodiyonalik kuningizda qalbingizga yanada xursandchilik, quvonch ulashish niyatida qaysi bir yaqin insoningiz bizning loyihamizga murojaat qilgan bo'lishlari mumkin. Bilmadim, lekin juda ham xursand bo'ldim. Albatta opajonim, marhamat, taxmin qilib ko'ramiz. Bilmayman, lekin to'g'risi. Albatta opajonim, bugun barcha yaqinlaringizdan tabrik maktublari eshitishga loyiqsiz. Siz dunyodagi eng baxtli inson ekansiz. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz munosabati bilan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, darddoshingiz, sirdoshingiz, yaxshi va yomon kunlaringizda doimo yoningizda bo'la oladigan mehribon opajoningiz Charos opajonimiz nomlaridan tabriklash maqsadida kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Juda yaxshi. Kutmagan edim, lekin. Albatta, mana shunday mehr oqibatli go'zal oilangizga hech qachon ko'zlar tegmasin deb qolamiz. Voy, rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Albatta, yaqinlaringiz, opajoningiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Shu sababli bizning loyihamizga murojaat etib, siz uchun atalgan mana shunday g'oyibona surpriz tabriklarini yo'llab qolibdilar. Agarda sizni qimmatli bo'lgan vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ijozatingiz bilan ularning dilizxorlarini siz tomon yetkazib bermoqchiman. Rahmat, mayli. Albatta, ushbu dilizxorlarni mehribon opajoningiz Charos opajonimiz nomlaridan sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men uchun juda ham qadrli bo'lgan, nurli yuzlariga tabassumlari yarashadigan mehribonim, hammaning qalbiga shirin so'zlari ila bir xilda joy topa oladigan, men uchun juda ham hurmatli bo'lgan insonim, singiljonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, Allohimga ne'mat, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz munosabati bilan chin qalbimdan muborakbod etib qolaman. Allohimdan siz uchun sihat, salomatlik, baxt, saodat, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxoningizga to'kin sochinlik, fayzu barokatlar ato etishini so'rab qolaman. Doimo mana shunday go'zal bo'lib, yaqinlaringiz qalbiga quvonch, xursandchilik, yaxshilik ulashishdan hech qachon charchamang deb qolaman. Bahordek yashnab yasharish, beg'uborlik, go'zallik sizni hech qachon tark etmasin. Oqibatni dunyo ne'matlaridan ustun bilguvchi jonim, jigarim, singiljonim, hamisha joningiz salomat bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. Hamisha yaxshiliklar ko'ring. Inshaalloh Robbimdan kelajak eng go'zal hadyalari faqat va faqat sizniki bo'lsin deb qolaman. Eng sof tilaklarimdan biri bo'lgan Robbimizning uyi Ka'batulloh ziyoratlariga borishlik, hoji ona bo'lishlik ilohim sizga nasib etsin. Allohim sizni ikki dunyo baxt saodati bilan siylasin. Hayot yo'lingiz o'zingiz va duolaringiz kabi go'zal bo'lsin. Farzandlaringizning baxt va iqbolini,
yaxshilik kunlarini ko'rishlik, doimo ularning hurmatida, ardog'ida bo'lishlik ilohim sizga nasib etsin. Oilangizning baxtiga, biz yaqinlaringizning baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Sizga dunyo va oxiratdagi barcha ezgu tilaklarni tilab qolaman. Mana shunday mehr oqibatimiz, qadrdonligimiz qiyomatli bo'lsin. Yana bir bor bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt omad. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Shodlik quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxt sizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har bir kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Tabassum bezasin yuzlaringizni. Lolalar chirmasin izlaringizni. Kulgu tark etmasin yuzlaringizni. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya mana shunday go'zal she'riy satrlar ila o'z dil izhorlariga yakun yasagan ekanlar. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon opajoningiz Charos opajonimiz nomlaridan kelgan mana shunday go'zal tabriknoma biz orqali qalb gavharlaringizga xursandchilik ulashish niyatida yo'llangan edi. Ayni daqiqa, ayni fursatlarda bizning suhbatimiz, loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik sifatida yozib olinmoqda. Shunday ekan, sizni ham opajoningizga, yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa marhamat, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Rahmat kattakon tabrik uchun. Charosga ham rahmat aytib qo'yaman. Judayam xursand bo'ldim. Kutmagandim to'g'risi. Charos menga shogird. Men uni ustoziman. Men judayam xursandman shunaqa shogirdim borligidan. Rahmat Charosga. Judayam ko'nglim tog'day ko'tarildi. Sizlarga ham rahmat tabrik uchun. Judayam chiroyli qilib tabrikladilaringiz. Rahmat. Minnatdormiz. Samimiy tilaklaringiz uchun joningiz omon bo'lsin. Rahmat. Mana shunday mehr oqibatlaringizga hech qachon ko'zlar tegmasin deb qolamiz. Rahmat. Kattakon. Minnatdormiz. Bugungi kuningiz unutilmas onlarga, xursandchiliklarga boy bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat. Minnatdormiz. Rahmat. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun,
kuningiz muborak bo'lsin.